Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kia K5, K8, K9 va Liboy Kialar va Hyundai'lar oxirgi paytlarda juda ham ko'p kelyapti. Benzin menimcha problema bo'lib qoldi bizda. Rossiyskiy benzinlar ham ayniganmi bilmaymiz, rossiyskiydan qo'yamiz, hammamiz aytadi bu yerda, lekin katalizator ko'p turgan narsa yonib ketgan akalar. Podpiskalarga atmayotgan gummillatinglar. Akalar olinmasdan aloqaga chiqinglar. Liboy mashinaning katalizatorlarini yangilab beramiz, sensorni tashkillarni yuvib tozalab, kompyuterni diagnostika obnovleniya zibroslari bilan cho'tki qilib beramiz akalar. Podpiskalarimizga bonuslar va skidkalar bor akalar. Ham skidka bo'ladi, ham bonuslar ham qo'yishiladi o'rtada. Bu Chilonzor 10-kvartal Farhod Qilibsiz bozor ro'parasi akalar. Aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa motormi, korobka mexanikami, ruloviy kolonkami yoki ходовой motor, mana shunaqa katalizatorlar erib ketgan, cheklar yongan, rasxod ko'paygan, mashinalar juda ham rasxod ko'payib ketgan holatlar kuzatiladi. Mana shu narsalarni bartaraf qilamiz akalar. Podpiskalarga atmayotgan